Salam dostlar, yaxshimsizlar? Ko'rib atqaninglar Şinjan Misran Yemeklik Çeklik Şirketi tajdorligidagi Ailam programmasi. Men program riyosatchisi Tilrabo Abdulaziz. Programmamizni Şinjan Tilrabo Madaniyat Taqich Çeklik Şirketi Cho'mili bolalar yurishlik mahsulotlari, Şinjan Idrak Psixik taraqqiyot markazi, Şinjan Unum Madaniyat Taqich Çeklik Şirketi birlashib ishlagan. Programmamizni yana Şinjan Al-Xumar Mablag' silish Çeklik Şirketi va Şinjan Abida Biopantexnik Çeklik Şirketi alayda qo'llagan. Sevgili dostlar, her son programımızda davatkan mundaq bir yaqinlik gapimiz var. O bo'lsa-mu, bir bala, bir ailenin ümidi, milyonlagan bala, milyonlagan ailenin ümidi. Programımızda en şu milyonlagan ailenin ümidi bo'lgan balalarımız üçün her saha, her kasıpta natija qazanayotgan ilg'or idealik ota-onalarimiz bilan birlikda ularning farzand tarbiyalash jarayonidagi qiziqarli hikoyalarga quloq solyapmiz. Shundaqla ham yaş ata-onalar bo'lish sifatimiz bilan farzand tarbiyalash jarayonidagi nurg'ulg'an savollarimizga javob deb batimiz. Har son programmamizni yana psixiklik yetaklash ib berish uchun Şinjan Idrak Psixik taraqqiyot markazidan Muborak muallimni alohida taklif qildik. Qarshilamiz muallim. Rahmat. Undaqda bugungi son programmamizdagi aziz mehmonimiz, sevimli oila a'zolarimiz Sodiq kimdi? Birlikda ko'rib baqaylik. Shangang Ko'k-Anchir xalqaro sud cheklik shirkatining qonuniy vakili, Shangang Dermatologika kandidat mahsulotlarining Şinjan bosh vakili, Şinjan yeni kandidat xalqaro sud cheklik shirkatining qurg'uvchisi, tarkib analiz ustasi İbrahim muallim va uning o'maq qizi Sabinur İbrahim. Buldu sevimli dostlar, bugünkü sevimli aile a'zolarimizni sahnimizga taklif qilib oldik. Undaq bo'lsa, bu do'stlarimizning qizg'in salomlari quloq solaylik. Yaxshimisizlar? Undaq bo'lsa, oldi bilan ikki do'stlarimizga bir salomlaringlarni berib olamsizlar. Yaxshimisizlar? Men Sabinur İbrahim. Qancha yoshga kirdingiz? 11 yoshga. 11 yoshga kirdingiz. Qaysi maktabda o'qiysiz? 20 boshlang'ishda. Yaxshi. Undaq bo'lsa, yinangizdagi dadangizmi? Kim u? Dadam. Dadangizni bir tanishtirib beramiz bizga. Bu mening dadam, ismi İbrahim. Nima ish qiladi dadangiz? Dadam bir tal qurg'uvchi. Qurg'uvchi. Bundan xo'sa dadangizning salomini alaylik, a? Ko'pchilik yaxshimisizlar? Men Sabinur İbrahimning dadasi İbrahim muallim bo'laman. Bugungi bu sahna orqali hammalar bilan ko'rishganligimda intayin xushalman. Rahmat, qarshi olamiz. Boyi Sabinur dedi, dadam bir tal qurg'uvchi deb, a? Unisi nimaning qurg'uvchisi ekanligini bir tafsilroq tunishtirsak bo'ladimi? Sabinur deb pasmi, men deb turaman. Men deb turaya. Men Şinjan yeni kandidat Biopantexnik Çeklik Şirketi'nin kurgucusu İbrahim muallim. Şirketimiz asoslab kirim buyumlari, sog'lomlik mahsulotlari va setish, ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz. Qarshi olamiz. Amtihim tafsili tanishib oldik. Demak, bugungi programmamizga taklif qilgan mehmonlarimiz bo'lsa, yosh korxonchi ham o'maq qizi. Qizi hamda ko'pchilikka shu Douyin orqali naytdi kang tunilgan, undan keyin yaqinda aytgan Tang attiya, Tenlianglo degan naqsi bilan ko'pchilikning naytdi yaxshi ko'rishiga erishgan bir o'maq qiz. Undan bo'lsa, bir korxonchi dodi bilan bir san'at sohasida taraqqiy qilishni o'ylayotgan bir qizningki, arzu armonida to'qinish bormidi yoki bo'lmasa bular oilada qanday arzular to'g'risida paranglashadigan bugungi temada mushaqda bir paranglish baqqanlik muborak bo'ldi. Pek yaxshi tema bo'ldi, men ham pek anlig'im bor. Unda bo'lsa, Sabinur, siz hozir naqshlarni aytdingiz, do'yinglarni ishlaysiz, shunaqmi? Biz oldi bilan sizning cho'ng bo'lganda nima bo'lish orzuyingiz bor, nima ish qilish orzuyingiz bor? Mening yengim artist bo'lgangiz bor. Undan keyin chinjirim bo'lgangiz bor. Unda xos dadangizning sizga nima bo'lsa deydi qarsiz bor. Siyeja bo'lsa deb o'ylaydi. Nayt iniqkada biladi ekan. Mushakki vaqt paranglashmoq deb o'ylaydigan gapda. Davomli paranglashib kelsada. Datalash qilgan bu vaqtchi. Shu hikoyalarni alaylik, datalashlarni. Bu qizim kichikdan san'atga bek erischi. Tug'ilishidanla bir yoshdan boshlab usul o'ynaydi. Shu vaqtlarda men usulchi bo'lma deydigan ideya bor bo'ladi-da.
Biroq men toza qo'llamaydim. Chunki endi men shu oliy maktab bitiribla shu karxonchilik yo'li bilan shug'ullanganda, endi garchi buning jafosini bektatgan bo'lsammi, endi halovatini ko'rdik deb qarasam tamamen bo'ladi. Shunlashqa endi o'zimning bir tilla qizim va birdan bir farzandim bilan suhbatim bilan bir dadliq mas'uliyatimni teximni to'g'ri shaklda ifodalasam-ki deb qarab, usulchi bo'lash orzuiga toza qetilmagan. Keyin shu kichkidan işte usullarni o'ynaydi. Yuvariyandagi vaqtlarida shu o'zining yaslisining bir kichik cho'lpinida usullarni o'ynab, shu boshlang'ichning 1-2 yilligicha shu turli bolalar programmalari bo'lsa, shu programmalarda bu qizning sayisi bor. Hamda shu o'zining ammoda kichkidan boshlab qanday nimada iqtidori bo'lsa, men mushta odam bo'lmayman deydigan xiyol bo'ldi ekanda. Ama shu vaqtdan boshlab Sabinur bilan biz takallashib qoldik. Men buni 6 yosh vaqtlardan boshlab siz bir karxonchi bo'lsiz balam deydim. Bu men usulchi bo'lmayman deydi. Endi hozirgi kelgan vaqtimizda buning mendaq nimasi usulchilikdan sal o'zgarib, men bir aktyor bo'lsam-ki, ham ta'sir qilgani Dilrabalarning muvaffaqiyatlari bo'ldi-da, ham shunda o'ylaydi. Ama men hozirmi qizimni bir 16 yoshidan burun bir karxonchi bo'lsa-ken deydigan umidim bor. Undan so'ng hozir 6 yosh vaqtidan boshlab karxonchi bo'lsiz deydi. Hozir 11 yoshga kirdi shundami? 11 yoshlik bolaga nisbatan endi karxonchi degan nima degan bir hukum bormi yo'qmi? Ham bolalar karxonchini qanday tushundi? Sizcha chiyeja degan nima endi? Nima ish qildi? Bir malni bir tal malni qo'lida tutib, shuni setib, pul topinagan. Karxonchi deganni endi kichik doirada faqat bir shov qildi deb o'ylaydi ekanda. Shunday chuqur mahsuloti bo'lishi kerak deb o'ylaydi ekan. Shuni siz agar sizning dadingiz sizni chiyeja bo'lsiz debdi-ku, siz buni qabul qildingizmi, qilmadingizmi? Nimishqa? Meni faqat chiyeja bo'lgan yo'q. Men chinchi. Sizning lekin chinjirim bo'lish o'yingiz bor. Hozir bolalarda kichik bo'lg'achqa, masalan, chinjirim deganda bularda chiyeja desam cho'qim bir mahsuloti bor. Karxon deganda ekan. Cho'qim bir zavodi bor, uni zavodda ishlaydigan narsani qildi deb o'ylaydi-da. Amaliyat o'zining o'ylagan chinjirim bo'lma degan orzusimi? Amaliyatda o'xshashlam, ya'ni shirkatlashgan, ya'ni shu boshqalarni o'z chinjirim bo'lgan vaqtda sizning mahsulotingiz qo'lingizga shu artistlaringiz bo'ldi amaliyatda. Shularni masalan dadingiz bir mahsulotni zavodda ishlab chiqargan bo'lsa, siz bu yetilayotgan yosh artistlarni bayqaysiz. Masalan dadingiz nima mahsulot ishlasam bo'lar degani o'ylaganga o'xshash, siz mushu bolalarning ichida kimni bavjon qilib chiqarsam bo'lar, kimni haqiqiy cho'lpon qilib achchiq qilib bo'ldi degan narsani siz bayqaysiz. Xuddi dadingiz mahsulotni zavodda ishlaganga o'xshash, siz endi buni o'qituvchilarni akilib taklif qilib mayli naqshida usulda har qaysi jihatda uni yetildirsiz, kamiyalarini to'liqlaysiz. Dadingiz mahsulotning teshiga o'ralma qoplarni ishlaganga o'xshash, siz bu artistni endi mayli kiyim-kechak yurish-turishdan tortib, uningki butun bilim qurilmasidan tortib siz uningga mablag' silib, ondan uni bir kampen qilib achqisiz. Amaliyotda bu yerda chinjirim bilan sizning dadingiz qilayotgan chejani o'tirsida to'qinish yo'q. Shunaqa ma'lum-a? Masalan, baya biz karxonchi degan uqumni siz qanday tushunsiz desak, Sabinur o'zining yeshig'mas holda o'zining bilish doirasida nati mishta mig'izliqlar yig'inchaqlab berdida mahsuloti bo'lish kerak. To'g'ri, mahsuloti bo'lish kerak. Endi Sabinurning o'sib yetilishiga ergishib, dadisi bilan yana davomli parang qildi. Parang qilish jarayonida unda bo'lsa, bu mahsulot degan tar ma'nodagi mahsulot emas, bu bir keng ma'nodagi mahsulot, hatto bir asar, bir naqsha, bir usul, bir odam, bir artistning hammasi mahsulot bo'ldi degan narsani asta-asta o'riltimizda yeshig'i moslashtirib, shu chog'da endi dadamning karxonachi qilish orzusi bilan mening qiladigan ishimning o'rtakligi bor ekan degan nuqtaga kelalaydi. Shundaymi? Hozir bizga kallamizdan o'tdimi? Tushunaldingizmi? Yaraysiz. Eng muhimi hozir dadasi deydi, 16 yoshdan burun qalamning bir shirkati bo'lsa, dedi shunaqa. Men misiyaga bak diqqat qildim.
Neymiş ki çoxum 16 yaşdan burun yoki 16 yaş kirganda deb o'lcham qildingiz. Neymiş ki 18 emas. 18-20 yaş emas yoki bo'lmasa bolalarni oliy maktabni normal bo'lganda 23-24 yoshlarda bitirdi. Agar u to'liqlab yana aspirantliklarda o'qib qolsa balkim 25-27 yoshlargacha o'qishi mumkin. Neymiş ki shunda o'ylamay 16 yosh degan hamda ko'pincha ota-onalar mening bolam hamda to'liq o'tirg'i o'rlaydigan vaqti, imtihon beradigan vaqti deb buni to'xtamay fizik kurs, ximiya kurs degan tabibaning kurslariga o'qitib bütün balını hem diktirler örleşişke tayyorlik qilayotgan bir vaqtları. Ama şu yaşını tanlab hem de muştan o'yladingiz. Hem de bu iyilik tiklash safari unchoq osonga to'xtamaydi ekan-ku. Amma sizlar o'zim misol olsam, ama şu 15 yıl mabeynida men naytu nurg'un qiyinchiliklar, jafo mushaqqatlarni beshimdan kechirdim. Hem de hayatımdaki en qimmatlik yoshlik bahorim, hem de şu mening nurg'un jafo mushaqqatlarni, umutsizliklarni yengishim bilan o'tdi. Hem nima uchun 16 yoshida cho'qim mush xizmatni boshlash kerak deganda, hem de 16 yoshida hem de bu qizda o'ziga nisbatan ko'p bir xil mas'uliyat shakllanmagan vaqti. Hem de gerçi mush yoshida o'qish naydi qimmatli bo'lsa-mu, albatta o'qishini naydi yaxshi elib menishi kerak. Ama bırak cemiyetinin bir kısım ıslık soğuklarını aldın kömüz olmaydı genço. Mesela ben 24 yaş vaktimde görgen cemiyetin ıslık soğuklarını. Ali mektep tutturup cemiyet çıkan vakti da cemiyette hem de mektebine yaxşı okuğanda hem de üzemge boğa işençiminin jukurluğudur mu naiti bir ihtisas ilgisi. Cemiyet her sağa meni naiti karşı alıdı deydiğen bir xil tar doiralik o'y bilan maktab bitagan. Qarasak, amaliyat bu jamiyat bilan o'qish ikki dunyo ekanda. Endi men bolaga nuqul o'qishni yaxshi o'qa deb, buning jamiyat tajribalarini toplashiga mendaq sharoit yaratib bermagan vaqtimda bu qizmi men chekkan jafolarni men o'xshash chekishga to'g'ri kelgan. Shunlashqa 16 yoshidan oliy maktab bitirguchi bo'lgan jarayonda balkim bu kız o'zining egiligini boshlab 16 yoshida utuq qozonmasligi mumkin. Va utuq qozonmasligi to'g'rida. Chunki ma'lum bir umutsizlikqa uchirmay turib, shu umutsizlikni yengmay turib, odam pishib yetilmaydi. Shunlashqa shu qizning 16 yoshidan boshlab oliy maktab bitirguchi bo'lgan jarayoni o'zining egilik tiklash safiridagi hamda nima deymiz, bir jarayon bo'lib qolsin degan maqsadda 16 yoshingizda cho'qim bir shirkat qurasiz deydigan bir buyruqni beriglik bu qizga. Hozirdan boshlab signal bir buyruqni beriglik. Bu signalni qabul qildingizmi? Endi sizcha 16 yoshda dadingiz degandek ahvollarning bo'lish ehtimolligi bormi yo'q? Qila oladi. Masalan, bundaqchu balla 6 yaş vaqtida maktab kirdi desak, 12 yil o'qiydi, undan bo'lsa 18 yoshda oliy maktabni chiqdi yoki to'liq o'tirni bitirdi degan gap. Undan bo'lsa 5 yosh, 6 yosh, 7 yosh shunda kirdi, balaning 16 yosh vaqti naq to'liq o'tirga ko'chgan vaqti bo'ldi. Buni endi 80-yilda tug'ilgan ota-onalar bo'lsa cho'qim bo'ldi. Biz 16 yoshni gul fasli deymiz. 17 yoshni yomg'irlik fasl deymiz. 18 yoshni yoshlik mezgil deymiz. Bu haqda aslimimizga qaytsak, davlatimizning ishlatgan televiziya teatrlari bor. Shili usida faji, shichi usida yuji. Unda bo'lsa nemishqa gul fasli, nemishqa yomg'ir fasli bo'ldi degan chaqda bola to'liqsiz o'tirdim, biroq to'liq o'tirga chiqqan chaqda men cho'ng bo'ldim deydi. Men cho'ng odam bo'ldim deb aqlining noyat to'shqanligini o'zi his qildi. Andin bu yerda tuyuqsiz belichida bir bo'sish yuz berdi. Chunki bular nurg'unlagan yerlardan uchur qabul qila oladigan o'zining algakida o'ziga foydali uchurni suza oladigan holatga keldi. Qiziqishning doirasi nihoyat keng bo'ldi 16 yosh vaqtida. Shunlashqa buni gul fasli deydi. Butun orzular po'raklab ichildigandek his qildigan vaqti. Unda bo'lsa nemishqa 17 yoshni biz yomg'irlik fasl deymiz degan chaqda, birsi 17 yosh kirgan chaqda maktabda oliy maktabning manual imtihoni boshlandi. Shu chaqda o'ylagandek natijalar chiqmasligi, to'van ap qilish, yuqori ap qilish, yig'laydigan mezgillari toza boshlandi. Endi yana birsi nima degan chaqda 17 yosh kirgan chaqda men o'zimni baldur cho'ng bo'ldim deb o'ylab qopdim. Shundan qaraganda mening yana to'liqlaydigan yerlarim borki,
to'liq pishib yetilmabdimi deb o'zining nurg'ilgan narsalarni bilmaydiganligini biladigan fasli. Shunlashqa uni yomg'irliq fasl deymiz. Endi İbrahim apandininki shu 16 yosh vaqtida shu narsani bilish kerakligini nahmonga tushirdi. Arzu po'raklagan chaqda korxona, shirkat deydigan narsani po'raklash kerak. 17 yosh kirib bilmaydigini bildigan vaqtida agar azgalga tushib ketsa-mu, mushundan qanday qopishni bilish kerak degan gap tushidi ekan. Hozir İbrahim efendim bilan Sabinurninki hikoyasini olgandan keyin mening menda o'zimning bir hikoyam esim kelib qoldi-chu. Amaliyotda nurg'un iliqqa bir azroq bir natija yaratgan odamlarninki bo'lsin yoki bo'lmasa noyatda qaysarlik bilan yaxshi yashayotgan odamlarninki keyinda hikoyasi pek ko'p bo'ldi-chu. Xudo İbrahim degandek, men nurg'un agir to'qayliqlarni peshindan o'tkazgan deb. Lekin ko'pincha odamlar muvaffaqiyat qozongan odamlar bir kunning ichidalar hamma shu o'ng kelib qiliblar, tali o'ngdan keliblar, bir narsani ishlablar, shu bilan hammadan bilib tutib ketgandek o'ylab oldi-chu. Keyin o'zini men ish qilsam faqat oqmidi, palonchining baktali va deb o'ylaydi. Men azaldan talay degan narsaga ancha ishinib ketmayman. Bu talay degandan keyin 99% amaliyotda o'zingizning qilgan tirishchiligingizning natijasi-chu. Mening ham xuddi shu Sabinurga o'xshashlar kichikligimda bir hikoyam bor ekan, o'ylab baqsam. Hozir nima uchun shirkat qurib, mahsulot ishlab, yana nurg'unlagan vakolatchilarni kaydimga agashtirib yuraldim deganning javobiga bu qaran qizim. Men o'rta maktabda o'qiyotgan vaqtimda opammo kiyim-kechak do'kon ochdi-da. O'qituvchi opam pensiyaga chiqqandan keyin do'kon ochgan. Shanba kuni mening o'chaqda toza il televiziyasida ekranga chiqayotgan vaqtim. Shanba kuni uyga mehmonlar kelib qolsa, do'konda men o'tiratdim-da. Şu meni hammasi xuddi sizni tunigandek, "Voy bu iliq qizg'u, siz iliq televizorga chiqadigan qizg'u" deganki, men shunday yaxshi, "Ha" deb siz dadangizning mahsulotlarini bilgandek, men shunday yaxshi opamning do'koniga narsalarda bir kuni shunday yaxshi savdo qilardim. Keyin ondan keyin 17 yoshimda naq yomg'irlik faslimda men san'at maktabga to'liq o'tirib 1-yillik oliy maktab imtihoniga qatnashdim. Keldim. Kelgandan keyin opam meni birinchi qitim shoshimanga Andan keyin aşağı atrofdagi topmal sotilgan bozorlarga bir qur ko'z tutib qo'ydi. Ko'z tutib qo'ygan ekan, men hisobda 17 yoshimdan boshlab opamga mal salatdim. Qo'ljiga mal salatdim-da endi. Biz o'qig'ach. O'zim oliy maktabda o'qiyotdim, o'qig'ach mal salatdim. Hozirgacha bir do'stim shunda deydi, bir kuni kelsam do'stimning opasi qizining kirliklarini qaplab, kirqatlarini juppaga kelibdi-da yotoqqa. Kelgan kuni men ishga yo'g'on xaltada mal ilib, nihoyat hayajon kelibdim. Kelib, o'z vaqtiga urug' kichik deydi. Men 17 yoshda kelgan maktabga. Qarang opay, men aldim deb shundoq chiroyli opashlarning gansarlarini olib kelsa, men bek hayron qolgandim, balam shu chaqda sanga deb. Endi 20 yil kasb qildik. Kasbni o'qidik, xudimish balam kasbni yaxshi ko'rganga o'xshash yaxshi ko'rdim. Kasb qildik. Endi 18 yillik kasb hayotimizni bir yerga qo'yib, yangi bir kasbga kirdik-da. Balki endi bu kasbni yangi bir kasb kirib, bizda hamda korxonchi degan yer kelanmadik. Biz faqat egilik tikligüchi. Lekin boshqalarga qaraganda sal yaxshiroq qilganimning sababi balkim shu chaqlardagi shu tajribalarimdan bo'lsa kerak degan o'yladim. Shu sizga cho'qim shunday qila olasiz. 16 yoshingizda. Sizning gapingizdan-chu, pishirki talay haqida gapdan-chu, biz doim deydigan gap bor. Talay mavjud. Nada mavjud desa, tayyorligi bor kishilarning mavjud deymiz. Shunlashqa mushu balamninki hozirdan boshlab tayyorlik qilayotgandek his qildim-chu, kelgusi korxonachi bo'lishga. Masalan, to'yingizni nima ish tayyor qilgandu? Tayyorlik xizmatlarimidu deb o'ylab qoldim. Opam o'z qo'l bilan meni tartib do'yinga chiqarib mustaqil qilgan. Dadam meni juda qo'llaydi. Qo'llab pul chiqarib Mang MTV tatqizib, MTV Qarshiliqqa filiali degan narsaniki, MTV'sini ishlab. Endi o MTV'da men faqat sizga pul chiqarib berdim bo'lam. Endi nima deganda siz u MTV'ni bek yaxshi urindingiz-chu. Endi agar men mablag' sepmasam-mo, cho'qim ashini ko'rgan bir odam mablag' sepagida qildingiz u. U hargizlik mening sizga pulg'illam zo'lab ishligi MTV emas u.
o'zingizning iqtidor bo'lg'achqa ro'yobga chiqqan narsa. Dadongiz ham tijoratchi tarafda turib deyapti. Sizning asringiz qimmatga ega bo'lganligi uchun. Shuning uchun mablag' soldi. Mablag' soldi. Shuning uchun mablag' soldi. Tamam, birisi mablag' soladi. Agar qimmatga ega bo'lmagan bo'lsa, men bu pullarga qayg'uraydim deb aytdim. Masalan, kipina kelginjon do'stim deganga o'xshash emmiylar bo'lsa, men mablag' sepamaydim. Haqiqatan bu eminim ishildi. Hamda ko'rilishimni ayt, yaxshi bo'ldi. Shaxsan mening o'zimni ko'zimda yashab ketgandek darajada o'rin deya oladi. Demak ko'rgan shunday yaxshi o'qish jihatida yaxshi qila oldi. Shunlashqa men sizni qo'lladim. Tushundingizmi? Demak, hozirdan boshlab bir qimmatga ega bo'ldi degan gap. Qilayotganingiz yo'q, chaqchi degan gap. Tushundingizmi? Amsa hozir men Sabinurdan so'ragim kelyapti-da. Masalan, men shu chaqda opamning aytma mollarini bek yaxshi bilardim. Siz dadangizning hozir qilayotgan mahsulotlarini yaxshi bilamsizmi, bilmaymsiz? Masalan, hozir qanchalik mahsuloti bor dadangiz qilayotgan? 20 xil mahsulot bor. Shuning ichida agar hozir biz bek og'imiz bor dedim-da men. Siz menga hozir bir narsani tushuntirib, shuni qila olamsiz? Eng chuqur menga tavsiya qilish to'g'ri kelsa, tujang qilish to'g'ri kelsa, nima deysiz? OPC degan nima? Yuzimizga chekaydigan malham. Ha. Yuzingiz qurg'oqlashib ketganda, yuzingizga sepib olsangiz, unda qurg'oq qabatmaydi. Namlik saqlaydi. Ha, namlik saqlaydi. Undan bu butaning urug'ining ichidan chiqargan narsa. Shunga ichiga fanfuji, shangjin qo'shilgan, kenran, uji emasmi? Yuzingizga haragiz go'min qilmaydi. Go'min qilmaydi. Sizga terlarni ishlasiz bo'lamdi? Kichik bolalar ishlasin bo'ldi, har xil hammadan ishlasa bo'ldi. Demak, bolalarni terib qurg'oqlashib ketgan vaqtida ishlasiz bo'ldi demakchi-ku. Sabinur, siz bu rollarni, shu mahsulotning mushtaq bir yaxshi mahsulotligini qanday bilib oldingiz? Kim deb berdi sizga? Dadam. Men ilqi bekchi qilqi mahsulotlari kichik bolalarga ilqi nima maskanmaydi. Mush OPC ham maskildi. Shunga buni men dadam bir islam ismi kirib o'zi bilan munosabat bo'lgan. 8 yosh vaqtingiz esingizda bormi? Ash mahsulotga men sizni surat tushagan. Esingiz bormi? Men rasmini ko'rgan, shu rasm shuga deyman-da. Rasmini ko'rgan. Shuyinki cho'ng bir yerda rasmiy isig'liq. Shu rasmni siz ekansizda, men kunda uyga manganda sizga bir qarab kulib qo'yman-da. Noxus Sabinur bay dadangiz dedi-ku, Sabinurning MTV'si bir qimmatga ega bo'lganligi uchun men mablag' soldim deb. Unas bu MTV'ingiz bo'lsin, yoki bo'lmasa to'yingdagi qiziqarli shopingingiz bo'lsin, tarqalgandan keyin do'stlaringiz, saboqdoshlaringiz orasida, "Oy, siz to'ying chiqibsiz, MTV'ingiz tarqalibdi-ku" deganlar bormi, yo'qmi? Bor. Ular nimadan dedi sizga? Men MTV'ni tatib olib, maktabga borganda meni quchanglab qo'yib, qachon chiqdi deb so'rab, andan chiqilgan vaqtdan deb bersam ajab ko'nglim ketdi deb. Xushal bo'ldi ularni siz bilan tanishnaman. Ha. Undan keyin-chi MTV'ni ko'rgandan keyin ular qanday ta'sir etdi? MTV'ni ko'rgandan keyin jihlar ketdi. Yana ba'zanlari kelib xil azroq savollarni so'rdi. Eng oxir jigrab berib quchanglab qo'ygan odam kim deb so'rasam, buvam deb qilsam, endi bildim deb. Demak, nurg'unlagan odamlar shuni diqqat qilibdi, shundami? Ayt yaxshi. Noxusa sizmi shu qizingizningki mayli MTV bo'lsin, mayli do'yingdagi ko'rinishlari bo'lsin, aytdi, jiq kishilarningki yaxshi ko'rishiga erishganligini ko'rgandan keyin, MTV'nim dedingiz-ku, ham o'zingiz men ko'ribmi ko'zimdan yosh chiqadi deb. Mushinchilik bir talantini ko'rgandan keyin o'zingizda cho'qim yana bir qitim o'ylanish bo'ldi-da, chunki siz endi 16 yoshda cho'qim korxonchi qilma degan o'y bo'lgandan keyin qarsangiz bolaning san'atchiyatdagi talantimni aytdi yaxshi tug'an. Siz mushikni qanday bog'lashni o'ylab baqdingizmi? Sabinurning kichkidan tatib, o'tirliqimizda unda mesela apam meni sen cho'ng olganda cho'qim kadr bo'lsa deydi. Men uni aytdim-chu, mening shu vaqtlardagi bolalikdagi bunday g'oyam apamning deganiga o'xshash kadr bo'lashdi. Hamda Sabinur bilan men kichikdan boshlab xuddi apam nima degan bo'lsa, men Sabinurga siz cho'qim bir shirkat ochsiz, bir korxonchi bo'lsiz deydigan talabni qo'yardim. Endi hozirgacha
Hamda men yoki bek yavaşmı yoki opamning tarbiya berish uslubi bek kuchlikmi uni uqmadim, men unigan, qo'shilgan. Ama bu qiz hozir qo'shalmoqlikda. Ammo buningga nisbatan mening tayyorligim bor. Ham qanday deganda, ham Sabinur kichikdan boshlab san'at jihatda bek talantli, ammo so'z ifodalash nuqtalarida texi pishib yetilmagan bo'lsa-mu, san'at jihatda tug'milida bu qiz. Hamda uning ustiga hozirgi vaziyat to'r sohasini taraqqiy qilib ketdi. Balkim shu to'r soha taraqqiy qilmagan bo'lsa, Sabinurdek bir kichik ilmning bunchalik bir tunilish ehtimoli tuvan bo'ldi-da. Hamda turmushda taraqqiy qilgan, tirishayotganlar azroq bir iqtidori bor kishilar o'zini namoyon qila oladigan mushta bir g'oyat zo'r sahna bor hozirgidek zamonda yashayotganligimizga men bugun shu ekran bugungi sahnada yana bir qatim minnatdorlik bildiraman. Demoqchi bo'lganim Sabinurda mushtaq pingtay bor. Masalan, men tug'ilgan vaqtlarda bunday pingtay bo'lmagan. Men o'qib iyilik tiklash yo'limga qadam qo'ygan vaqtimda meni faqat mas'uliyat ishlab chiqargan mas'uliyatlarim orqali tuniganda kishilar undan biri hech kim bilmaydi meni. Faqat men o'zimni bilaman, bir ajoyib qaltis iqtidorli oliy maktab o'quvchisi deganni bilaman. Va ishlab chiqargan mas'uliyatim orqali men jamiyatga nayt test tutilgan. Hamda Sabinur masalan hozir kallasida bu ishlarni o'tkazammisin? Shu 2000-yillarning bu mendagi bolalarga nisbatan ma'lum men tunilib bo'ldi. Ma'lum men tunildi va bu qizni men shu o'zining qiziqishi sohasida izchil qo'llayman. Mayli emmi ishlamda maqetimma shirkatning bizda bir sog'lomlik mas'uliyati va ko'k anchir markasida bolalarga mas keldi. Shu unum mediasi orqali bir e'lon ishlash, shu qiz asosida bir planlarimiz bor. Izchil qo'llab manaman bu qizning ilqi mingdosida kundan kunga ko'tarilishiga ergishib, hamda kichik edi men usulchi bo'laman deydi. Hozir o'zim bir bundaq aktyor bo'laman va bir vositachi shirkat ochaman deyotganga o'xshash balkim 16 yoshida hamda o'zgarish bo'lishi mumkin. Hamda o'zgarish bo'lmagan taqdirda cho deganda 16 yoshida bu qiz allaqachon menga qaraganda ko'p iqtidorli tarbiyalandi deb qarayman. Nurg'un sharoit ziyonlari to'liqda. Shunlashqa hamda bolaning bayatin siz deganga o'xshash 16 yosh vaqti yoshlik davriga qadam qo'ydigan mezgilda odamda ideya jihatda bir g'oyat zo'r silkinish bo'ladi. Hamda balkim qiz go'dakligida men bir xil mingchi qo'g'lashgan bo'lsa deganda kundan kunga o'sib yetilishiga, mening qo'llashlarimga, mening erishayotgan natijalarimga qarab turib deganda cho'qim yaxshi ko'rib qoldi deb qarayman. Mena yana bir narsani bilgim kelyapti. Masalan, hozir Sabinurning to'linishi kundan kunga o'syapti-da. Bu xil ahvol ostida nurg'unlagan qurdoshlarning, hatto do'stlarning tunish bilishning nazari Sabinurga markazlashidi. Endi Sabinur zodi cho'ng bo'lgani qanday odam bo'lar deb qarab turganlar bo'lishi mumkin. Mushu endi sizga va Sabinurga besim eklarmi belgilik nisbatan. Mushu besimga sizlar qandayroq tayyorlik qildinglar yoki? Endi besim elib keldi. Endi shaxsan meni misol olsak, men boshlang'ich o'rta maktabda darsga bek ustutumchu. Endi bu yeshimizning cho'nglishiga ergishib, bu darsga usta odamlar jiqob ketadi ekan-da. Bu jiqob ketgandan keyin mushu g'oyat zo'r besim bo'ldi menga. Imtihondan 99 elishmi besim bo'ldi-da. Endi odam qanchalik bir diqqat markazlashgan siri, endi shu besim shu odamga bekroq tegidi ekan-da. Hamda biroq men bu mushu yoshlik mezgilimda mushxil besimlarning bo'lganligidan yoshlik mezgilimda ag'ringan bo'lsammi deganda hozir ag'rinmayman. Va odam cho'qim mushtaq besimlar ichida yashashgan, mushtaq besimlarni yengan vaqtimizda, birma-bir yengib keladigan vaqtimizda andin bizda natija chiqadi ekan deb qarayman. Masalan, Sabinur misol olaylik. Sabinur hamda ma'lum ma'noda kichik bo'lsa-mu natijasi ma'lum ma'noda natija yaratdi. Hamda bu qizning boshqa yeshidagi o'xshash bolalardan farqi nima deganda, bu balda bir xil besim bor.
Men shunga to'liq ishonamanki, aşı xil besimning mavjud bo'lib turishi bu odamni hargiz yo'q qilib etmaydi. Keyinlik chekindirib etmaydi. Keyinlik chekindirib etmaydi. O balki masalan, men o'xshaman matematikada birinchilikni ilmiy olimlarga uftirib qo'ygan, keyinchi ilmiy olimlar yamanchi ketgan. Balkim san'at sohasida yoki hozirgi o'zining qiziqish sohasida boshqalar uftirib qo'yishi mumkin. Ammo uftirib etmaydi. Ma'lum bir nuqtada cho'qim purtib chiqa oladi-da. Chunki o'ziga nisbatan bir xil ishonch, hurmat shakllangan odam hargiz yiqilib ketmaydi deb qarayman. Mening bunda bir savol keldi-da kallamga. Masalan, endi karxonchi bir dada, shunaqku. Karxonchi bo'lish uchun cho'qim uning iqtisod kallasi bak yaxshi bo'lish kerak. Endi qizinimi 16 yoshda cho'qim 1 million mablag' bor bir shirkat qurmay deyotdi. Undan bo'lsa ballig'i kichigidan tortib iqtisodga nisbatan, iqtisod boshqarishga nisbatan siz qandaroq bir yetaklashlarni qilib baqdingiz. Bu balaninki iqtisodiy bir eng qandaroq hozircha. Hamda balaga ma'lum menda iqtisodiy pul to'g'riliq tarbiya berish nihoyatda muhim ekan deb qaradim. Hamda Sabinurni hozirgi kelgacha bir tilla farzandim. Üzembek yaxshi ko'raman, qiz olaga chiqimkichi. Hamda shuningdimi, qizimning iqtisodga nisbatan ko'z qarashi nihoyatda to'g'ri va sog'lom meng'iliq deb qarayman. Shundaqki masalan, shunda qimmat bog'liq narsalarni ep bergan taqdirdimi, buning o'ziga xos bir maydoni va o'zi yaxshi ko'radigan narsalarda, bolalarcha nihoyat azan, oddiy mushta narsalarni yaxshi ko'rdi. Qarg'ulachi pul qo'g'lashmaydi, pulni qo'g'lashib emas. Unda qo'g'lashmaydi. Endi ba'zi bir nuqtalarda bolalar gudaklik qilib, amandaq pulning nereden kelayotganligini, buni xohlagan chiqarisi bo'lmaydiganligini mundaq bilmay qilib qolgan vaqtida men majbur ep birman. Ammo o'ziga deyman. Men sizga mushundaq bir ahamiyatsiz bir chiqimni qilib berdim. Bu faqat mening sizni yaxshi ko'rganligim. Hamda biroq siz mushuni bilishingiz va 16 yoshingizdan burun cho'qim 1 million yuan puli va bir karxonchi bo'lishingiz kerak deydigan narsani kallasiga singdirib turaman. Bu 1 million pulni kim chiqardi? O'zi topadi. Ha, mush narsani tushunmak, bilmak istamda. Masalan, bu qizning ko'ngilda 16 yosh kirganda o'qimsam dadam 1 million pul chiqarib, men shirkat qurib turdi degan narsa bormi yoki men hozirdan boshlab mushundaq bir iqtisodiy qimmat yaratadigan iqtidorni yetildirsam, keyin bir yaxshi karxonchi bo'lsam, texmi ko'p kishilarga texmi yaxshi ishlarni qilsam degan narsa bormi degan narsani bilgim bordi. Sabinurning ko'ngildagini anglab baqaylik. O'zingiz topa olamsiz? Yaraysiz. Topa olasiz siz. Nima deganingiz qo'shsangiz bo'ldi balam. O'ylaganingizda. Mencha o'zim yaxshi ko'rsam 5 qo'y bo'lamdi. 10 qo'y bo'lamdi, hammani yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rsam ham olsam bo'ldi, lekin yaxshi ko'rmagan narsamni hargiz olmayman. Uningga qimmati yo'q deb o'ylagan narsaga pul xarjlashni xohlamayman, shundaymi? Yaxshi. Unda bo'lsa, ko'nglingizdami cho'qim men shirkat qurg'uchi bo'lgan orliqda cho'qim o'zimni mush iqtidorni yetildirmay deb o'ylaysiz, shundaymi? Hozir tirishyapsiz-a? Ayt yaxshi. Bugun shunday yaxshi suhbatlashdik-a, Muborak muallim. Endi bolalarga kichigidan tortib bir iqtisodiy ongni yetildirishmi bak muhim deb o'ylayman. Ko'pincha ota-onalarda endi bir qism iqtisodiy ahvoli yaxshi ota-onalarda bo'ldi, qo'rqma, pul deganda xajla, manba. 5 qo'yliq narsa olmoqchi bo'lsam, mana 100 qo'y. Chiqib, do'stlaring bilan xajlab kir deydigan ota-onalarmi yo'q emas. Hattoki ba'zi ota-onalar endi bolani cho'qim noyati qattiq cho'ng bo'lganda texim yaxshi bo'ldi deb qaraydigan, pulga nisbatan kallasidagi narsani aniq qilmay, keyingi kelganda pulning qadri yomon o'tilib ketib, to'xtab turadigan. Bu pul degan ajab cho'ng narsa ekan deb, bu pul tepish iqtidorining muhimligini emas, pul degan narsani bek cho'ng bilib olib, oxir kelganda xato yo'lga minib ketadigan ahvollar nihoyat ko'pkanchu. Shu biz hamda kichigidan tortib bolalarga to'g'ri bo'lgan bir iqtisod qarashi, pulga bo'lgan bir to'g'ri qarashni yetildirish bek muhim ekan deb o'yladim. Hamda mening bu es qilganlarim, meningcha Muborak muallimning es qilganlari bundan ko'p deb o'ylayman. Pek yaxshi es qilibsiz. Masalan, bu nima degan gap degan chog'da biz bolaga iqtisod haqida, pul haqida tarbiya bergan chog'da bizning tirishib yashashimiz pul uchun emas, balki pulni tepib, texmi go'zal yashashimiz uchun, texmi ko'p odamlarga yaxshilik yerish uchun.
to'g'ri qilsak bo'ldi. Endi bugun bu suyumli korxonachi bilan kelgusi korxonachining o'sha oildan nimani his qildim degan chog'da Naytichin mening qizimni korxonachi qilg'im bor. Uning dastlabki qilg'isi yo'qdi. Deb iliqi ziddiyat to'qinishi bor. Lekin buni qandaq asosda birlikka keltirdi. Hozirmi to'liq birlikka kelib bo'lamidi? Bu safarni yana davomli qo'l tutishib almag'ir ekan. Lekin har holda shirkat qurman deydigan bir birlikka kelibdi. Meni bak xo'sh qildinglar. Kichigidan tortib balaga cho'ng temalar haqida paransab berish. Endi yana bir semini deb xo'sh qilgan yer nima degan chog'da biz ba'zida ota-onalar bolalarning inda munda deb solamiz. Hozir bolalarning besimi pek ig'ir. Besimni yengillatgidekli bo'lsa yengiltib bersak bo'ldi. Shunga hammishin qilib berib men ortiq besim samsam bo'ldi deb balaga besim degan bir yomon narsa degan signalni berib qo'yishimiz mumkin. Lekin Ibrohim apandim qanday qilibdi degan chog'da besimni his qilmasangmi besim hamon mavjud. Agar besimga bo'lgan ko'z qarashingni sen to'g'ri olsang, u sana harakatlantirgich kuch berdi. Shunga balam men sana beliqni tayyor qilib bermayman. Mush besimlar orasida beliqni qanday tutishni o'rganib olsgan deyman degan tarbiyani beribdi. Bu bek suyundirdi. Sizga rahmat. Rahmat. Shunchalik suyundik. Bo'ldi hamsa oxirida Sabinur Umaq qizimizga ko'ngil so'g'imizga u bo'lsinmi? Misran qiysi. Vallahi hamsa yaxshi ko'rib yerdik. Qabul qiling. Undan boshqa yana chumölininki bolalar uchun ishlagan Tailanddan import qilgan kauchuk yelimi ishlatgan Emilsiya yostig'i. Rahmat. Qo'mishdan qilmoqchimi? Undan keyin chiroyli opangizlar bizningki Al-Xumarninki jigdi yelimi aqsilliq chash asrash malimi. Rahmat. Undan keyin yana bir isil so'g'itimiz bor, u bo'lsinmi? Idrak psixik taraqqiyot markazidan muborak ma'lum ta'minlagan. Bizningki birsi oilaviy qumtaxta o'yinninki haqsiz kartasi, yana birsi chaqmoq tezligida o'rganish usulini o'rgatadigan haqsiz karta. Qabul qilinglarmi? Qumtaxtani cho'qim bir oylik kishilar berib o'ynanglar. Ondan keyin idrakning eng yangi mahsuloti bo'lgan besim yengillatish hamrohlik sizga sovg'a qilamiz. Qanchalarning besim haqiqatan hozirmiz. O'zingizga hamroh qiling. Programmamizning oxirida sizlarga ko'pdan ko'p rahmatimizni bildiramiz. Shundaqla ekran oldidagi do'stlarimizning bugungi programmadan cho'qim o'ylab baxmagan bir korxonchi dodininki 16 yoshlik qiziga bir shirkat qurib berish orzusini anglagandan keyin balkim nurg'unlagan ota-onalarningki bolalarga nisbatan iqtisodiy ongni kichigidan tortib yetildirishdan iborat mushundaq bir muhim ishning borligiga signal bo'ldi deb o'ylayman. Kelar qitimliq programmamizga ko'rishaylik. Xayr xush. Analar izlagan sifat. Balalar tashna xushallik. İşenç, muhabbet, çümül aileside. Ana muhabbeti en saptır. Çümüle balalar yüş asraş soğatlık yürüşlüğü. Çümüle. Hazırkı zamanda kim çiçeği ilim çapıdı? Jigdi yelimi chashni oziqlantirib, jalliq qiladi. Ilim çapdım da teşhir çıkmamdı. Biz kichik vaqtimizda chepib chiqib ketaverdik. Ansirmang, mana bugun jigdi yelimi va quyruq may zamonga moslashdi. Jigdi yelimi va quyruq maydan ishlangan Al-Xumar chash oziqlash gavhari chechingizni oziqlantirib, chashni jalliq qaqraq qiladi. Yerilgan chashni asliga keltirib, tabiiylikni qo'g'daydi. Jigdi yelimi va quyruq may bilan chashlaringiz qaytadan jallansin. Al-Xumar jigdi yelimi quyruq may chash oziqlash gavhari. Mana balla, abide gazlı soda suyunu muz bilen tüketirsiniz. Bek beyzi. Her bir yudumda sizge o'xshamagan tam tuyg'usi ato qiladi. Ammamsa